Assalomu alaykum. Bugun yana taro bashoratini boshlaymiz aprel oyi uchun. Xo'p, buzoq burji sohiblari, Telец rus tilida aytilganda, buzoq burji sohiblari uchun taro bashoratini boshlaymiz. Nimalarni tayyorlagan, qanaqa yangiliklar bilan kelmoqda, fasllar kartasidan bilamiz. Zamonaviy taromizdan ko'ramiz. Buzoq burchidagilar uchun albatta omad tilaymiz, ishlariga rivoj, shaxsiy hayotda yaxshi tarafga o'zgarishlar, baxt, quvonch tilaymiz. Asosiy energiyasi buzoq burchidagilar uchun shaxsiy hayotingizda qanaqa o'zgarishlar kelmoqda? Va oxirida albatta maslahatimni berib o'taman. Ish bo'yicha eshiklar kartasidan bilamiz. Qanaqa yangiliklar kelmoqda, nimalar keladi bilamiz. Nimalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak? Va albatta karta maslahati aprel oyi uchun Insight taromizdan boshlaymiz. Bitta kartadan bilamiz. Xo'p, boshlaymiz. Fasllar kartasidan. Sizlarda ko'proq buzoq burchidagilar uchun ko'p o'ylovda bo'lasiz. Ya'ni o'zingizda shaxsiy hayotingiz, yashayotgan turmush tarzingiz yoki kutilayotgan yangiliklar haqida ko'proq o'ylashingiz mumkin. Agarda siz aprel oyida bir yangilik yoki ishlaringiz qaysidir tarafga o'zgarishlarini kutayotgan bo'lsangiz, bu yangiliklar keladi va sizni hayotingiz o'z joyiga kelib boshlaydi. O'z o'rniga kelib boshlaydi. Agarda sizda ko'p muammolar bo'lgan bo'lsa, tashvishlar bo'lgan bo'lsa, hammasi izga tushadi deb ko'rsatyapti zamonaviy taromizda. Zamonaviy taromizda shuni aytmoqchimanki, ko'proq yaxshi kayfiyatda bo'lishga harakat qiling. O'zingizni xotirjam his qilishga, o'zingizni ko'proq energiyangizni to'ldirishga harakat qiling. Agarda sizda ko'p oxirgi vaqtlarda tashvishlar, muammolar bo'layotgan bo'lsa, siz mana bundoq holatga kelishingiz mumkin yoki charchashingiz mumkin. Yoki ehtiyot bo'ling, kasal bo'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun o'zingizni pozitiv holatda, energiyangizni yaxshi to'ldirgan holatda bo'lishga harakat qiling. Yaqin o'rtoqlaringiz bilan ko'rishing, pozitiv insonlar bilan muloqotda bo'lishga harakat qiling. Buzoq burchidagilar uchun energiyasini, aprel oyi energiyasini ko'ramiz. Aprel oyi energiyasi sizda ko'p tanlovlar bo'ladi. Agarda siz ishingizni o'zgartirmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz yoki shaxsiy hayotingizda qanaqadir tanlovlarda men bundoq bo'lmayman, men bundoq qilaman degan tanlovlarda bo'layotgan bo'lsangiz, bu tanlov siz uchun juda ham ahamiyatli bo'ladi. Ish bo'yicha ko'ramiz. Bu kutilmaganda sizda ishingizda keskin o'zgarishlar, tez o'zgarishlar bo'lib qoladi. Siz albatta ish bo'yicha o'zingizni tashvishlaringizdan chiqib keta olasiz, tupik holatda bo'lasiz
va sizga kimdir yaxshi ish taklifini berishi mumkin. Sizda albatta omad yo'llaringiz, ish yo'llaringiz ochiq ekanligini ko'rsatyapti. Tupiklarga o'zingiz ko'p o'ylovlarga tiqmang. Siqilmang, o'ylamang, sizga baribir kimdir yordam qo'lini cho'zadi, yordam beradi. Shaxsiy hayotingizda sevgan insoningiz bilan. Agarda sizni hayotingizda kimdir "Men ketaman sani hayotingdan. Men boshqani yaxshi ko'raman" deyotgan bo'lsa yoki aqlingizdagi inson o'zgarib qolgan bo'lsa, uni sizga nisbatan ishonchi yo'qligini yoki sizni unga nisbatan ishonchingiz qolmaganini ko'rsatyapti. O'sha ishonch bu munosabatlarda juda ham muhim bo'ladi. Nimalardan ogohlantirmoqchi? Kayfiyatingizni iloji boricha kayfiyatingizga qarating. Sizda chunki ko'p kayfiyat o'zgarishlar sababi bo'lishi mumkin. O'zingizni pozitiv holatga tuting. Yomon narsalarni o'ylamang, negativ narsalarni o'ylamang. Va yana shuni aytmoqchimanki, qanaqa yangiliklar kelmoqda sizga? Juda ko'p atrofingizda yaxshi insonlar bo'ladi. Lekin ko'p tortishuvlar ham bo'lishi mumkin. Bu tortishuvlarga kimdir sizni fikringizni mensimaslikka e'tiboringizni qaratmang. Yaxshi insonlar bilan hamkorlik qilishga, yaxshi insonlar bilan fikr almashishga harakat qiling deyapti. Shunaqa bo'ldi. Tarot bashoratimiz buzoq burchidagilar uchun.